Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentgacha avtobus va mikroavtobuslarda yetib olishni istasangiz, O'zavtotrans xizmatidan foydalaning. Xizmatlar arzon, qulay va ishonchlidir. Reyslar har kuni amalga oshiriladi. Batafsil ma'lumotlarni mana shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Filippinda yashovchi Antonio Riloy ixtiyoz deb nomlangan teri xastaligining dahshatli turiga yo'liqqan. Terisi xuddi 90% kuyib ketgandek, qaragan odamni seskanishga, jirkanishga majbur etadi. Buning ustiga teri qattiq dag'al qorayib, yorilib ketgan. Shuning uchun odamlar uni qarg'ish tekkan deya hisoblashadi. Hech kim u bilan ham suhbat bo'lishni xohlamaydi. Ro'para kelib qolsa, aylanib o'tishga harakat qiladi. Yosh bolalar masxara qilishadi. Shu sababli Antonio iloji boricha uyidan chiqmaydi. Aytishlaricha Antonio hali tug'ilmay turib ota-onasi ajrashib ketishgan ekan. Otasi uni ko'rmagan. 26 yoshli onasi esa bolani buvisiga tashlagan u uyidan chiqib ketgan. Shunday qilib Antonioni hanuz buvisi tarbiya qiladi. Bu o'zimning bolamdek aziz deydi buvisi. Yer-u ko'kka ishonmayman. Tashlab ketgan onasini, ya'ni mening qizimni Xudo albatta jazolaydi. Ha, bilasizlarmi, Antonio bir kun kelib tuzalsa, elektrik bo'lishni orzu qiladi. Har kuni uyda o'tirib elektrga ishlaydigan uskunalarni kovlashtiradi. Buzilganlarini tuzatadi. Hozirning o'zidayoq yaxshigina usta bo'lib qoldi bolam. Yaqinda Antonio haqida mamlakatdagi xayriya tashkilotlaridan birining vakillari xabar topishdi va davolashga ahd qilishdi. Vrachlar ham Antonio hech bo'lmaganda 50% ga tuzalishiga umid bog'lashmoqda. Ajabmas, dardni bergan Xudo davosini ham berib qolar.